Hurmatli kuzatuvchilar, videomizni boshidan yeb ichishni so'ragan joyiga hurmatli kuzatuvchilar mana moshda to'ponini yeb qo'ylarimiz uyga kelganda mosh to'pon deydi. Asosan dalada ko'kotga chiqqan o'sha ko'kotlarni yeb yurgan qo'ylarimiz. Videolarimizni oxirigacha ko'rib, bittadan dahshatli layklarni bosib hurmatli kuzatuvchilar, videolarimizni qo'llab-quvvatlab turamiz. Xudo xolasa to'liq videolar, ma'lumotlarni sizlarga yetkazib beramiz. 8 bosh bo'g'oz sog'liqlarimiz nima deyapti hurmatli kuzatuvchilar? O'zim uyga olib borib ko'paytirib olaman. O'zimni qo'rami qo'yga to'ldiraman degan kuzatuvchilarimizga bu ayni video bo'ladi. Barchaga xayrli kech. Assalomu alaykum Oltin Chorva kanali obunachilari, YouTube foydalanuvchilari, chorva ixlosmandlari, alohida qo'y qo'chqor ixlosmandlari. Bugunga 8 bosh bo'g'oz sog'liqlarimiz Andijon viloyati Oltinko'l tumani Oftobachiq mahallasida Ortiqxo'ja akamizni mini fermalariga kelganmiz. Xudo xolasa shunaqangi 8 bosh go'zal holatdagi sog'liqlarimiz sotiladi. Ichida shu bir dona qo'chqarimiz shu sog'liqlarga ishlab yuribdi. O'zim olib qo'yaman, xonadonimga tashab qo'yaman. O'g'il toylar boqib yuradi yozgi kanigullarga degan akalarimizga mana shunaqangi go'zal tavsiyalarimiz. Hurmatli kuzatuvchilar, hozir akamizdan to'liq ma'lumotlarni olamiz. Xudo xolasa bizni kuzatishda davom eting. Bittadan dahshatli layklarni bosib videolarimizni podpishka qilib turasizlar. Xudo xolasa xonadonimda shunaqangi go'zallardan, chiroylilardan bo'lsin degan akalarimizga Xudo xolasa hammamizga nasib qilsin. Assalomu alaykum. Do'stim, charchamayapsiz, salomatmisiz? Charchamay keldingizmi? Rahmat, Allohga shukr. Yaxshimisiz? Bu assortiment qo'ylardi. Xudo xolasa nech puldan aytamiz narxlarini, do'stim? Xudo xolasa sal yo'lda qilib beramiz oshni. Bizni kanalimizda Oltin Chorvadan chiqqanlarga nima qilamiz aka? Layklar bosib gumbillatamiz, xudo xolasa arzon narxda beramiz oshni. Xudo xolasa. Chiroyli qilib beramiz. Qo'ylarimiz nechinchi qoringa bo'g'ozligi bulardi? Ikkinchi, 3-chi, 4-chi qoringa bo'g'ozlari bor oshni. 1 oylik, 2 oylik bo'g'ozlari bor oshni. Mana shu qo'chqorimiz ishlab yuribdi. Boshqa qo'chqor qo'shilmadi? Yo'q. Bundan katta qo'chqor ishlagan, bu kecha kuni birovnikini olib kelib qo'ydik. Bu sotilmaydi? Bu sotilmaydi, birovniki. Bu sotilmaydi, qoladi. Bundan kattaroq qo'chqorida sotilib ishlagan qo'chqor. Bu sog'liqlarga qo'shilgan qo'chqor katta edi bundan. U bir akamizga tashab ketdi, 1-2 kunga turib tursin deb. Mana narxlarini nech puldan aytamiz buni? Narxlarini optim olaman deganga 5 milliondan beramiz. Tanlab olaman desa 5,5 milliondan beramiz. Tanlab olaman deganlarga 5,5 milliondan. Shunday. Optim hammasini bitta 8 boshda menga aka bering. Bitta joyga olib qo'yaman deganiga 5 milliondan beramiz. 5 milliondan Jicha xayrisini qilib beramiz 5 milliondan. 5 milliondan ham xayrini qilib beramiz. Jicha xayrisini qilib beramiz. Dehqonlar maza qilsin, baqib, ko'paytirib olsin. Zo'r. Hurmatli kuzatuvchilar, ekrandagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqamiz. Dastavkalarni so'ramay ketibmiz. Dastavkalarni nima qilamiz? Dastavkasini xudo xolasa yetkazib beramiz. Kelishib qolsak, xudo xolasa inshaalloh. Kelishilgan joyga yetkazib beramiz, xudo xolasa. O'zimizni Andijon vodiy bo'ylab xudo xolasa aloqaga chiqib qolganlarga, Yo vodiydan tashqariga nima qilamiz? O'zimiz Andijon bo'ylab telefon qilganlarga qanaqa? Andijondan tashqariga telefon qilganlarga qanaqa? Andijonda ichidagi bo'lsa, xudo xolasa dastavka qilib chiroyli qilib yetkazib beramiz oshni. Andijondan tashqariga bo'lib qoladigan bo'lsa, kelishilgan holatda yetkazib beramiz, xudo xolasa. Hurmatli kuzatuvchilar, ekrandagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Shunaqangi go'zal holatdagi 1-chi, 2-chi, 3-chi qoringa bo'lgan sog'liqlarimiz Xudo xolasa akamiz bilan aloqaga chiqasizlar, xolasanglar. Lokatsiya tashab beriladi. Lokatsiya bo'yicha kelib, o'zingizlar ustida turib, barakasini qilib, ashaqqa o'tib to'g'risin. Kelishib olib ketaverasizlar. Hurmatli kuzatuvchilar, xudo xolasa manzillarimizni qaytarib eslatib o'tamiz. Manzilimiz Andijon viloyati Oltinko'l tumani Oftobachiq mahallasida.